30 dyumli 6K tiniqlikda ko'rsatib beradigan. Bunda kamchiliklar bor. Mana bunaqa stollarimizda qo'shimcha stollar qo'yib qo'ygan. Bunda kompyuterda ishlab yoki bu gavdasiga sarf qilishi juda qiyin Li 9 ga konkurent hisoblanayotgan mashinamiz shu bo'ladi. 200% qo'shilmayman. O'rtoqlar, ko'rib turgan bu mashinalar Xitoyning Geely Group kompaniyasi tarkibida bo'lgan Lynk & Co brendining eng katta gibrid SUVsi hisoblanadi. Mashinamiz 6 kishilik oilaviy SUV hisoblanib 2025-yilning aprel oyidan boshlab sotuvga chiqdi. Hozirgi kunda sotuvi ancha rivojlanib qolgan. Shu hammamizga tanish bo'lgan Li 9 ga konkurent hisoblanayotgan mashinamiz shu bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda Xitoyning top 6 SUVlari tarkibiga ham kirar ekan bu mashinamiz. Agarda kimga bu mashina nechinchi o'rinda turishi qiziq bo'lsa, Instagram akkauntimda qo'shimcha ma'lumot berib ketganman. Endi mashinamiz haqida umumiy ma'lumot berib o'taman. O'rtoqlar, mashinamizda plug-in gibrid 1,5 litrlik turbina motor va 2 elektromotor bilan jihozlangan. Umumiy 711 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha 4,8 sekundda chiqa oladi. Maksimal tezligi 240 km/soatni tashkil etadi. Mashinamiz elektro batareyasi pozitsiyasi va komplektatsiyasiga qarab 44 kilovatdan 52 kilovatgacha uning yurib berish masofasi ham xuddi shunaqa 185 kilometrdan 280 kilometrgacha. U ham komplektatsiyasi va batareyasining quvvatiga qarab. Undan tashqari umumiy gibrid holatda 1335 kilometrdan 1443 kilometrgacha yurib berar ekan. U ham komplektatsiyasi, batareyasining quvvatiga qarab. Endi mashinamizning yoqilg'i baki 60 litrni tashkil etadi. Keyin mashinamizning 100 kilometrga sarfi 2 litrdan 7 litrgacha deyilgan. Uning komplektatsiyasi, o'sha paytdagi batareyasining quvvatining holati, necha kilovatligi hammasi shunga qarab deyilgan, lekin aslida men bunga ishonmayman to'g'risi. Hech qanaqa 2 litr, 7 litr bu gavdasiga sarf qilishi juda qiyin, 200% qo'shilmayman. Endi mashinamizning tashqi ko'rinishi, ya'ni uning o'lchamlari haqida gaplashamiz. Mashinamizning uzunligi 5240 mm, balandligi 1810 mm, eniga 1999 mm, og'irligi 2,8 tonnani tashkil etadi. Mashinamizning mana bu yerdan mashinagacha bo'lgan balandligi, ya'ni clearance'i 19 santimetrdan 22 santimetrgacha bo'ladi. U pnevmasini ko'tarilishiga qarab. Keyin mashinamizda yukxona qismi 280 litr sig'imga ega. Agar 3-qator o'rindiqlarni olib qo'yadigan bo'lsak, 1070 litr sig'imga ega bo'ladi. O'rtoqlar, mashinamizda endi tashqi jihozlari haqida ma'lumot berib o'taman. Katta panoramali tom, 360 gradus kamera, oldida mana juda ham ko'p funksiyali LED faralari bor. Ya'ni u 10.192 ta mayda zarralardan tashkil topgan LED faradan iborat. Mana bunday rasmlar, animatsiyalar chiqarib turadi. Orqa faralari ham xuddi shunaqa. Mashinamizda avtopilot rejimi bor. Hozirgi kunda SUVlarda hammasida majburiy bo'ladi. Uni tarkibiga nima kiradi desangiz, mana lidar, keyin 11 ta aylanasiga kamera, keyin 5 mm diametrli radarimiz bilan va 12 ta oldindan sezuvchi ultra binafsha nurli sensorlardan tashkil topgan mashinamiz. Undan tashqari mana ko'rib turibsiz, R21 diska balon bilan jihozlangan. 5 ключевой достуp deydi. Kalitsiz ochish tizimi, eshikda so'rg'ichlari, davodchik deyiladi, elektron paroklari bor. Pnevma podveskasi bor. Shu umumiy ma'lumotlarimiz tashqi tomondan mana shular. Endi mashinamizni salon qismini obzor qilishga kirishamiz.
Mana eshigimizni ochib oldik. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana Harman Kardon akustika sistemasi, eko koja, juda ham yaxshi sifati. Mana eshiklarni ochish, yopish funksiyalari, tugmalari, oyna ko'tarib yopgich tugmalari hammasi bor. Endi elektron o'rindig'imizda mana ko'rib turishingiz mumkin. Bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Unda isitish, sovutish, massaj, 2 qismli eslab qolish funksiyalari bor. Mana mashinaga shuni o'tirishimiz bilan birinchi oldimizda multi-rul, unda bemalol avtopilot, nima deydi, oraliq masofani saqlovchi cruise control va barcha rejimlarni boshqarib ketsak bo'ladi, multimedia qo'shilib o'tkazib ketsak bo'ladi. Mana bu yerda mana 9.5 dyumli head-up display, 12.6 dyumli haydovchi paneli, keyin 30 dyumli 6K darajasida ko'rsatib beradigan keng monitorimiz bilan jihozlangan. Mana bu yerda беспроводной zaryadka deydi, simsiz quvvatlash tizimi, 50 vatlik ikkita telefon qo'yib bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bu yerda ovozni past baland qiladigan menyu shaybasi, ikkita stakan qo'yadigan joyi va keng o'rtada bardachok deydi. Hozir bilmadim nomini. Shu bilan jihozlangan. Mashinamiz juda aqlli. Mana Harman Kardon sistemasini ko'rishingiz mumkin. Akustikada u mashinada 30 bitta Harman Kardon akustika sistemasi kolonkalari joylashgan bo'lib, undan 23 tasi yuqori tiniqlikda ovozni baland qilib, dinamikani zo'r qilib eshitish uchun moslashgan. Qolgan 8 tasi esa 4 ta o'rindiqni mana bu yerda bosh qo'yadigan joyida ikkitadan joylashtirilgan. Mana ko'rib turibsizlar, Face ID, tepasi mana Alcantaraga o'xshagan materiallar bilan, ya'ni zamsh materiallar bilan qilingan. Mana bu oynalarni ochamiz, mana yorug'liklari kechasi yaxshi ko'rsatib turish uchun mana bu yerga ochka qo'ysa bo'ladi. Mana panoramali ton. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorga mana o'ta oldik. Eshigidan boshlaymiz. Mana pardalari bor o'zini. Mana bu yerda eshik ochish nuqtalari. Keyin ikkinchi qatorga juda qulay bo'lishi uchun mana bunaqa stollarimizda qo'shimcha stollar qo'yib qo'ygan. Bunda kompyuterda ishlab yoki qandaydir stakanlar yoki nimadirlar qo'yib ovqatlanib ketsak bo'ladi. Mana bu yerda mana ko'rib turibsiz, boshqaruv paneli bor, orqada xolodilnik bor. Bu xolodilligimiz ham isitadi, ham sovutadi. -6 gradusgacha sovutib bera oladi. Qishda kunlarda +50 gradusgacha isitib bera oladi. Mana bu yerda 6 qatordagi o'rindiqni ham boshqarib ketsak bo'ladi, agar oldida odam bo'lmasa, o'zimizga qulay qilib. Keyin mana bu o'tirgan mana o'rindig'i xuddi shunday elektronniy, bunday isitish, sovutish, massaj funksiyalari bor. Undan tashqari bu 90 va 180 gradusgacha aylana oladi. Xuddi Zikr 9X dagidek. Yana nima? Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ham Face ID bor. Yana xuddi shunaqa oldi qatorda bo'lgan kabi ikkinchi qatorda ham 30 dyumli 6K tiniqlikda ko'rsatib beradigan monitorimiz bor. Uchinchi qatorga ham o'tib ko'rsataman. Uchinchi qatorimiz ham anchagina keng. Bu yerda ham bemalol uchinchi qator o'rindiqlarini boshqarib ketadigan boshqaruv paneli bor. Oldinga, orqaga bemalol qo'ysak bo'ladi. Abagrev, ya'ni isitadigan tizimimiz bor ekan. Keyin mana USB portlarimiz bor ekan. USB portdan Type-C portlarimiz bor ekan. Mana bu pastda 220 tok chiqarib beradi. Bemalol foydalansak bo'ladi. Uchinchi qatorimiz ham anchagina keng ekan, o'rtoqlar. O'rtoqlar, mashinamizni qo'ldan kelgancha tez obzor qilib berdim, ko'p cho'zilib ketmasligi uchun. Endi bu mashinani umuman olganda nima desam, Zikr 9X da obzor qildik, Link Enconi ham obzor qildik. Bu ikkalasi amakivachcha hisoblanadi. Umuman olganda hozirgi bundagi qulayliklar ham bir-biriga juda yaqin. Endi bunda kamchiliklar bor Zikr 9X ga solishtirganda, lekin puliga arziydi. Hozir endi amakivachchalarni
obzor qilib bo'ldik o'rtoqlar. Endi bularda konkurentlari bor. Zikr 9X da ham konkurenti bor hozirgi paytda. Keyin buni ham konkurenti bor. Zikr 9X ga ayni paytda konkurent bo'ladigan yagona Voya Taishan yangi chiqqan Voya kompaniyasining yangi brendi. Bunga esa hamma bilgan o'sha Li 9 avtomobili konkurent bo'lib turibdi. Endi bularni obzorini qilib bo'ldik o'rtoqlar. Endi keyingi obzorlarimizda bularni konkurentlarini obzorini qilamiz. Mana bemalol ko'rsanglar bo'lar, orqadan mana bu yerda pnevma podveskalar boshqarsak bo'ladi. 3-qator o'rindiqlarini ham boshqarsak bo'ladi. Mana o'zini 7 kilovatlik zaryad bergich quvvatlagichlari bor. Mashinamiz umuman olganda yomon emas. Hozirgi kunda unga berilayotgan odamlarning bahosi ancha yaxshi. Yaxshi mashina sifatida sotuvlari ancha rivojlanib qolgan. O'rtoqlar, keyingi videolarimizda, ya'ni obzorlarimizda bularda konkurentlari haqida video olaman. Agar videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Shu kommentariyada izohlar qoldirishingizni, like va podpiska bosib qolishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sizlar bilan Only Cars Otabek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.